Qirg'izistondan akamiz TP-Link Wi-Fi routerga va EZVIS 360 aylanadigan PTZ kameraga UPS zakaz qilgan. Rasmlarda ko'rishlaring mumkin. TP-Link Wi-Fi routeri 12 voltda ishlaydi. Akamizga 13 soatligidan qilib berdim. PTZ kamerasi 5 voltda ishlaydigan kamera, ko'rishlaring mumkin. 5 voltli kameraga UPS qilib berdim. Ulanishi qanday? Hozir akamizni kamerasi shu blok pitanidan kelayotgan kabel. Faraz qiling, mana shu kamera deydigan bo'lsak, hozir mana shunday ulangan turibdi kamerasi. Tevaga qatirilgan yoki uyda turibdi. Ulanish tartibi qanday? Kameraga ketilayotgan Type-C kabel kameradan uziladi. UPS da shunaqa Type-C razyon bor. Shu joyga suqiladi. Endi bu tomonida USB razyon bor. Bu tomonga ham USB kabel suqiladi. Kabelni uchi Type-C kabel kameraga ulab qo'yiladi. Bo'ldi. Har doim ulanib turaveradi. O'zi zaryad olib, shu blok hisobiga zaryad olib ishlab turaveradi. UPS zaryad bo'lgandan keyin ichida BMS plata bor, uzib qo'yadi. Svet o'chgan taqdirda ham kamera uzilib qolmaydi, har doim ishlab turaveradi. Svet yongan paytda bundan sarflangan tok shu blok pitaniyaning hisobiga zaryad olib turaveradi. Qizib ketish, ishib ketish bunaqa narsa bo'lmaydi. Har doim ulanib turaveradi. Uzluksiz kamera yozib turaveradi. Agar UPS qo'yilmasa, svet o'chib qoladi. Buni hozir ichida kamerani o'zida akkumulyator bor, shuni hisobiga qizil svet yongan. Aytmoqchi bo'lganim, akamizni kamerasini boshida rasmda ko'rsatdim. Aynan o'sha kameraga shu UPS xudo xolasa svet o'chsa ham har doim yozib turadi. Kimga shunaqa Wi-Fi routerlar uchun, PTZ kameralar uchun UPS kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilaverasizlar. Telegram, WhatsApp'im bor shu nomerda. O'zbekistonda hamma joyiga BTS davlat pochtasi orqali yetkazib beraman. Qirg'izistondagi akamizni Quvasoyda o'zini qarindoshimni tanishi bor ekan. Men o'zim Quva tumanidanman. Quvadan Quvasoyga mashinalar qatnaydi. Mashinalardan berib yuboraman. Quvasoydagi tanishi yo qarindoshi akamizga o'zi yetkazib beradi, qanaqadir yo'li bilan. To'g'risi, shu ishni boshlaganimdan beri Afg'oniston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'izistondan ko'plab zakazlar bo'ldi, lekin u joyga jo'natish tartibini men izlandim. Qiyin masala ekan. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, MDH davlatlardan agar O'zbekistonda sizlarda birorta qarindoshlaring bo'lsa, o'sha tanishlaringga jo'natib berishim mumkin. Yog'ini o'zlaring qarindoshlaring bilan kelishib olaverasizlar. Jo'natsa bo'ladi, tartibi bor, lekin qog'ozbozlik, tushunishim bo'yicha deklaratsiya to'ldirish kerak, osonroq tartibini topolmadim. Va yana bu qimmatroqqa tushadi. Shuni aytib qo'yaman videoda, shuni hisobga olib bemalol zakaz beraverasizlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, o'zlaringga ehtiyot qilinglar.